Ertalab bo'pti. Kamera yoqilgan. Eyo, hammaga salom, sizlar bilan men Crazy. Bugun hammasi zo'r. Men fermaga borib kelishim kerak. Hozir biz fermaga borib ishlaymiz. Qani boshladik. Men qishloqdan ketdim, ishlamasam ham bo'ladi lekin. Ammo kelsa berishim kerak. Yüzümni yuvib olay. Bu yerni kim dabdala qildi? Hop, biz ekinlarni qilamiz. Keyin do'stimning yoniga borib ko'raman. Şularını salıp koyay. Dostum geldi. Kim? Ne? Neydi? Bomba zona kelayotgan bizlar qishloq emasga. Nima? Bomba Bomba apokalipsis. ava. Ha, shu. Bizda bunkerlar yo'q-ku. Bor, men topdim. Qani ko'rsat, men ko'rmaganman. Necha yildan beri tari bor. Ber. Mana. Nima? Nahotki men 2 yildan beri shu qishloqda yashab buni bilmaganmanmi? De. Yerda narsalar, oshxona, xolajnik. Qachon kelarkan u? Ertaga. Aha. 2 kundan so'ng. Aha. Nima qilamiz? Nima? Hamma qishloqlarni boshga olib kelib, shu yerda yashab turamiz. Qishloqlar sen uyingda yo'q. Nimaga sen uyingga 3 ta divan qo'yasan? Mazza qilib. Yumalanib yotasan-a? Men bu qishloqning uyiga kirish imkonsiz. Men bilan. Iye. Yigit bilmayman. Uying qayerda? Uyimmi? Hozir o'laman. Kel, bunkerda bor edi. Bunkerdagi ovqatdan yeyaver, hech narsa qilmaydi. Ko'p ekan xolodilnikda. Obunachilar. Mana. Iltimos obuna bilan like bosib qo'yinglar. Bizlar mana shunaqa apokalipslarga qolibmiz. Ertalabdan yaxshi kayfiyat bilan video yoquvdim. Do'stim noptiyotgan xabariga qaranglar. Nima qilyapti? Qayerdan ko'rding o'zini? Kompyuterda ko'rsat. Meni xonam mana bunda. Mana bu yerda. Mana meni xonam, meni dilimga mos. Bu yerda aslahalar bor ekan. Manigida bormikan? Bilmayman. Yo'q ekan. Sanikida hech narsa yo'q. Bu tomonda olmosdan ketmonlar. Men buni olib ketaman. Uyimga olib ketaman, o'g'irlayman. Dinamit?
Nima? Dinamit? Yo'q-ku. Yo'q-ku. Mana turibdi qo'lingda. Qo'limda yo'q. Mana. O'zing qaragin. Yo'q. Menimcha hali uyg'onmaganman shekilli. Bitta uraydi. Uyg'onib ketdim. Meni nimaga urasan? Ko'zing yumibmi? Yo'q. Ketdik. Apokalipsga tayyorlanamiz. Endi 2 kun nima qilamiz? 2 kun vaqtimiz bor ekan. Qishloqlarni yig'amizmi? Ha. Oldi. Men unda biroz dam olaman. Hammaga xayr. Oradan 2 kun o'tdi. Do'stim ko'chani oxirgi marta ko'rib kelay degan holda ketdi. Ana yuribdi, ismi ko'rinyapti. Men uyda o'tiribman. Jichillar chiqish bilan ovora. Mana eshikdan chiqishmoqchi. Bungerni eshigini ochaman, do'stim kirishda yopib ketadi. Qochinglar. Ochyapman eshikni. Ketsalaring ketinglar. Ketasanmi yo'qmisan? Hey! Senlar ketsanglar ham bo'laveradi. Qoch! O'llaman senlarni. Bo'ldi, menga keraginglar yo'qsizlarni. Men senlarning hayotingni saqlayman desam, ham men chiqib yotibsan. Chiqsalaring chiqlaring. Men bu bunker endi bilmayman. Ana ular bedroqlari yetmaganmi? Mayli, tegmaymiz ularga, bizga tegmayapti. U chiqish xolamayapti ham, yuribdi ichkarida. Qara, chiqaman deb eshikning yoniga borsang, sen ham olasan. Ketdi ichkariga. Iltimos, like bosinglar. Hozir biz eng yaxshi ko'rgan qishlog'imdan ayrilamiz. Bir ikkita uy ko'rsa endi shu uylarda yashaymiz. Keyin usta chaqirib uylarni tuzatsa ham bo'laveradi. Nima ham derdik. Do'stim kelarmikan ha? Ko'cha bilan xayrlashib yurgandir. Nima ham deymiz? Baqiryaptimi? Bilmayman. Bu qishloq unga juda yoqardi. O'shaning uchun menimcha. Biz bu qishloqda hali video juda ko'p olamiz. Prosta bir ikkita uy qolsa. Endi nima sen buni qarayapsan, ha? Birovni o'g'irlamoqchimisan? Hozir senga nom beraman. 2 ta. Undan ko'p. O'sha. Yeysan. Nonni oldim rostdan. 2 ta nonni rostdan ham oldingmi sen? To'xta, yana beray men senga. Ochmisan nima? Do'stim kelsa aytishim kerak. Nonlarimizni uxlatyapti-kanda. Qochib ketdi. 5 ta nonni olib qochib ketdi. Nima qochasan? Okey, seryozni boramiz. Mayli. Mer qachon kelar ekan endi qishloqqa? Bomba tushyaptimi yuqoridan? Qoch! Kir ichkariga. Hozir chatmoqchi. Qoch. Nima? Blowen Steve. Nima sen? Nahotki portlash bo'lyapti. Portlash. Do'stim qochib ketdi qayergadir. Hozir kelsa kerak. Hozir keladi. Ana kelyapti. Chatmoqchi.
Çıkayım yok mu? Çıkayım mı? Yukarını yapış gerek. Çıkma koç. Koç. Çıkma çıkma. Çıkma. Voy qishloq. Vay. Bizning sevgan qishloqimiz vayronaga aylandi. Chaqmoq chaqyapti qishloqqa. Hozir chapdi. Do'stim, qayerdasan? Bu yoqdaman. Bomba portlat. 2 ta jonim qoldi. Nima? Hazillashyapsanmi? Ikkita joni nima? Nima sen Spider-Manmisan yoki Человек Pavukmisan? Ikkita joning qoladi. Hamma odamda bitta yurak bo'ladi. Ko'p. Oyog'imsanda bitta oyog'im. Nima sen ko'p multfilm ko'ryapsanmi? Yo animemi? Mayli. Muhimi ozgina Bomba tushdi ya. seni chaqmoq o'ldirdimi? Sen o'lmadingmi yoki? O'ldim. O'lmadim. Qochdim ki. Hazillashma menga. Yur bunkerni ko'raylik. Bunkerga hech narsa bo'lgani yo'q. Eshik sinib ketdi faqat. Mana bedroqda. Tezroq kirmasak chaqmoq hali boryapti. Bu yerning havosi juda ham yomon. Ichkariga kirmasak bo'lmaydi. Meni kaskamga nima bo'ldi? Nafas ola olmayapman. Bunkerda sal bo'lsa ham nafas bor. Boshlanayotgan. Juda ham charchadim men. Sal sakrab mashq qilmasam bo'lmaydi. Oyoqlarim og'rib ketyapti. Bir, ikki. Yuguramiz. Nahotki sen shunday bombadan tirik qolding? Sen 2 soat ko'chada yurdingmi? Ha, ustimga bomba tushdi. Keyin qochdim. Keyin bunkerga kelganda qo'limda bitta nima edi? Pastga tushgan bilan yuqori kesib qo'ygan bittasi paydo bo'ldi-da, keyin uni yo'qotib oldim, qochdim. Nima bo'lgan taqdirda ham bu bunkerni biz hali ishlatamiz. Hali biz bu qishloqqa mayni 10'ida bizga nima apokalipsis kelisini bilasanmi? Nima bo'ldi? Lava. Nima? Lava. Yo'q. Men bu qishloqda ayirlashim yo'q. Yo'q, biz uylarni kuchli lavaga chidamli qilamiz. Albatta keyingi qismlarda biz bu uyni to'g'irlagan bo'lamiz, ustalar chaqiramiz ko'p kishi bilan. Voy, skelet. Kimnidir bu qayerdan keldi? Balkim bitta qishloq jinni bo'lib ketgandir. Chaqmoq urib. Va nihoyat bizning videomiz tugayapti.